Ushbu xonadonga ham doimgidek klassik uslubdagi ishlarimizni qilib berganmiz. Uyimizni old shapkasini 1.50 sm chiqazilgan ekan. Mana vanna bu qolmagan, osilishlar yo'q ekan, xudo xolasa. Doimgidek ishlarimiz sifatli ko'rinishda bitkazib berganmiz. Bu joyda 18 metrlik tashqi ochiq naves qilingan. High-tech fason qilganmiz, okalar. Sifatlari ham doimgidek eng sifatli joy-joyda hammasi, xudo xolasa. Mana bu joyda ham kichikroq darvozaxonasi bor, 9 metrga 3 metrlik. Yani o'zini pastroqligi uchun unchalik ko'zga tashlanmayapti bu joyimiz. Lekin mana bu yo'llari juda ham ajoyib, okalar. Sizlar ham o'zingizning fikringizni qoldirib ketinglar. Ishimizda qandaydir kamchilik ko'rayotgan bo'lsangiz, bizning foydamiz uchun mana shu kamchiliklarimizni ham sanab o'tsani, xudo xolasa shularni bartaraf etishga harakat qilamiz. Umumiy hisobda 425 kvadrat mahsulot ishlatganmiz ushbu xonadonimizga. Barcha xarajatlar ichida uy egasiga 60 million 900 ming so'mga bitdi, ya'ni 60 million 900 ming so'm pul sanab berishgan, boshqa hamma yugur-yugurlarni o'zimiz qilganmiz. Tunkalarni olib kelish, usta haqqi, taxtalar hamma yo'g'i shu xarajatda ichida bo'lgan. Xullas pulni bersani okalar, biz sizlarni bezovta qilmaymiz, ishinglarni bitkazib, xudo xolasa bitgandan keyin ish qabul qilib olishinglar mumkin. Mana bu joyda mana devorni ustki shapkasini ham o'zgacha yechimda yondoshib, bu joy ham choklarni kamroq qilgan holatda chiroyli qilib bitkazib berganmiz. Lekin mana bu joy alohida tema bo'ldi, okalar. Buyurib nasib qilsa hovlilari juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Sizlarga ham shunaqangi xizmatli kerak bo'lsa, Usta Islomjon jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Tashqi fasad qismingizni birgalikda bezang.